Salom, hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Bugun aynan Domodedovo aeroportidagi barcha vaziyatni chiroyli qilib sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Maksimal ravishda sizlarga foydasi tegadigan video qilib berishga harakat qilaman. Siz esa videoni ko'rishdan oldin bitta like, videoni oxirigacha ko'rmasdan bittagina like tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. O'sha bu video boshqa odamga ham yetib borsa, ya'ni bundan keyingi odam ham misol uchun Domodedovo aeroportdan ketgan holatda ularga ham o'sha sizning savobingiz tegib qoladi degan umiddaman. Shuni hisobidan aka singillarni bitta like bilan bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Men sizga hujjatim bilan muammoim bor degan akalarimiz uchun 30-apreldan keyin ketishim mumkinmi? Havo yo'llarining registratsiyasi qayerda bo'ladi uka? Nimaga Uralskiy aviakompaniyaga biletlarni olmasligimiz kerak degan savollarga, mana shunaqangi savollarga javoblarni bir rivojdan berib, aeroport Domodedovo orqada turgan parking 2 tomondan kirish holatlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Polностью ko'rib turganingizdek vaqt tomonga kelib turibman. Xudo xolasa siz birinchi bo'lib qiladigan ishingiz bittagina like tugmachasini bosish. Kanalimizga agar obunasiz kuzatib turgan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz juda ham yaxshi foydasi tekkan bo'ladi degan umidda. Pastda bizning Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Kirib обязательно obuna bo'lib qo'ying. Bunga nima sabab deydigan bo'lsangiz, agar siz Telegram kanalimizga kirib obuna bo'ladigan bo'lsangiz, kunlik narxlar, aksiya ssenalar, mana shunaqangi aeroportdagi vaziyatlar haqida to'liq ma'lumotni bilib olishingiz mumkin. Hada misol uchun sizga aynan mana shu aeroportda YouTubedan videoni kuzatmasdan primoy Telegram kanalimizdan kuzatib borsangiz bo'ladi va aviabiletlarni xarid qilish uchun nomerlarimiz ekranlarda turibdi. Bemalol bizga обращение qilsanglar bo'laveradi. Любой направление bo'yicha biletlarni arzon narxlarda yozib berishga harakat qilamiz maksimalni. Agarda birinchi bo'lsangiz Domodedovo aeroportiga avtobus orqali borishni planlashtiryapsiz, ya'ni reja qilyapsiz bo'lsangiz, esdan chiqarmang, обязательно 10-vaqtdan chiqarasiz. Mana 10-vaqtdan chiqqaningizdan so'ng ko'rtirib qo'limda ko'rsataman. 10-vaqtdan chiqqaningizdan so'ng mana yoningizda o'sha bir qadam avtobus bo'ladi. Avtobusga bemalol o'tirib primoy aeroport Domodedovoga borsangiz bo'ladi. Endi Domodedovo aeroportdan endi sizlarga 9-vaqt tomonida kirish holatini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman maksimal. Qaranglar, 9-vaqt tomoni kirishi 05x olaman sizlarga udobniy bo'lish uchun kirdingiz. Bu yerdan barcha kimda kim qarindosh pandoshingiz bilet oladigan bo'lsa, uchib keladigan reyslar ham aynan shu yerdan uchadi. Va siz kelganingizdan so'ng mana birinchi tepaga qaraysiz. Международный reyslarning hammasi ko'rib turganingizdek o'sha tepa tomonda yurish ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni chap tomonga qarab biz chiqib ketamiz. Va bu yerdan siz liboy xizmatdan foydalansangiz bo'ladi va bu tomonda reyslarni o'zi ham bor. Bu yerda ko'p reyslar kelish holatiniki bo'ladi. Hamma reyslar deyarli keladigan reyslar. Mana men sizlarga to'liq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Va tabloni kelib qarab qo'ysangiz bo'ladi. Qaysi reys qanaqangi vaqtda, misol uchun время прилетga va uchib kelishdiki. Bizga bilet kerak. Bu pastki tomonniki. Endi sizlarga hozir biletni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman maksimal. Sizlar поддержка qilib tursanglar bo'lgani. Mana sekin ko'rib turganingizda misol hujjatingiz bilan muammongiz bo'lmaydigan bo'lsa, hozircha svobodni, lekin e'tibor qilasiz. Mashtan zina tomondan tepaga ko'tarilaveramiz. Tezroq borishga harakat qilaman. Maksimal videoni vaqt soati kamroq bo'lishini hisobga olgan holda. Parking 2 tomon vaqt 1 bilan 6 va SDE deb yozib qo'ygan. Bizga keragi D. Va mana bu tomonga qarab to'g'ri yurib kelaverasiz. Agarda misol uchun e'tibor qiling. Mana men sizga yaxshilab yana bir marta aytib o'taman. Hozir videoni old tomonini qaratib, qaranglar. Agarda hujjatingiz bilan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, mana yerda to'xtaysiz. Mana men kelyapti turgan joyda to'xtaysiz degan tepa tomonga siz eskalator orqali chiqmaysiz mana. Yaxshilab e'tibor qilasiz mana shu yerga. Mana bu eskalator orqali siz chiqmaysiz. Siz hujjat bilan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu lift orqali chiqib ketsangiz bo'ladi. Bemalol. Va lift hozir qayerga chiqishini ham sizga ko'rsatib o'taman. Ikkinchi etajni bosasiz. Liftga chiqqandan so'ng lift qarang. Lift mana bu yerga kelib ko'tariladi. Bu yerdan siz kuzatyapsiz bo'ladi. Bu yerda mabodo misol uchun tog'alar turgan taqdirda ham mana misol chiqqaningizdan so'ng tog'alar, ana turibdi tog'a, qarang. Ko'rdingiz-a? Qo'ylab yoki kimnidir ushlagan vaziyat. Mana yana bitta opani o'ta go'zali. Ona qo'liga tushsangiz, go'zalingizni chiqaradi. Shuni hisobga olib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, tabloni oldiga boramiz. Tablo bor, ko'rganingizdek. Tablodan reyslarni ko'ryapsiz bo'ladi, lekin odatda qarang. Mana hamma reyslar havo yo'llariniki, boshqasiniki, hammasiniki mana shu yerda bo'ladi. Registratsiyasi, boshqasi hamma narsasi. Mana hozir ham registratsiya ketyapti. Hisobga olib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringda yaqindan ko'rsatib turibman. O'zi Uzbekistan Airways yozilgan. Mana shu 177
176 pasatkada havo yo'llari registratsiyasi bo'ladi. Bu yerdan siz registratsiyadan o'tdingiz. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin 176, 177 pasatkada registratsiyadan o'tgandan keyin avtomatik to'g'ri mana bu tomonga qarab yuraverasiz. Yoki bo'lmasam bu tomondan ham o'tsangiz bo'ladi. E'tibor qilasiz. Mana bu tomondan o'tsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam primoy mana bu yerdan o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Misrga ketyapti turgan reyslar hozircha hammasi ko'rib turganingizdek registratsiyasidan o'tishyapti. To'g'ri, xuddi mana shu holatda kelasidagi, misol uchun. Chunki orqa tomondan sizni hech kim poylamaydi. Mabodo hujjatingiz bilan muammongiz bo'lgan taqdirda ham to'g'ri yurasiz degan, yana o'sha sizning ishingiz eskalatorda oldida bo'ladi, akalarim. Eskalatorda oldida. Xo'p, eskalatorda oldiga borganingizdan so'ng endi 1-2 ga o'tkazib olamiz. Chiroyli tiniq chiqish uchun, sizlarga to'liq ko'rinish uchun Domodedovo aeroportini to'liq sizlarga hozir obzorni qilib berishga harakat qilyapman maksimalni. Чтобы удобнее bo'lish uchun. Endi eskalatordan avtomatik tepa tomonga qarab ko'tarilasiz. Bu nimaga kerak degan bo'lsangiz, tamojni kontrol aynan shu yerda bo'ladi. Qisqagina, lo'ndagina tablo. Siz nimadan chiqdingiz? Bu yerda tog'a bor, bir dona. Tog'ani oldidan sekin ko'rinmasdan o'tdingiz. Agar hujjatingiz bilan muammongiz bo'lmaydigan bo'lsa, sizga farqi yo'q. O'shanaqa aytib o'tganimdek, hozir men sizlarga tamojni kontrolni endi ko'rsatib berishga harakat qilaman maksimal. Ko'rib turganingizdek, bittada hamma tomon ko'rinish. Ya'ni siz orqa tomondan o'sha keldingiz, kelganingizdan so'ng registratsiyadan o'tdingiz, o'tganingizdan so'ng eskalator orqali to'g'ri mana tamojni kontrolga qarab chiqib keldingiz. Qisqagina, lo'ndagina aeroport Domodedovoni misol uchun sizga qadam-qadam ko'rsatilish holati. Tog'alarga keladigan bo'lsak, 9-vaqtni ko'rsatdim. Agar siz mabodo hujjatingiz bilan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, 9-vaqtga keling yoki bo'lmasam cho'ntagingizga imkoni boricha cho'ntagingizga agarda o'sha zaraniyasini olib, misol uchun xudo xolasa siz qo'lga tushmaysiz, lekin strixovkasini qilib o'sha 5000 rubl sovg'a ma короче deb pasportingizni orasiga tiqib o'sha pulni berib qo'ysangiz, menimcha sizga juda ham удобный bo'ladi. Ya'ni qanaqangi ma'noda, misol uchun bu ishingizni bitkizdirib, ya'ni ortiqcha muammosi bo'lmaydi. Men короче 5000 sizdan so'rashim mumkin, 10000 berasanmi? Yo'q, men 10000 yo'q, men o'sha 5000 da короче shu bilan ishimni bitkizib ber degan savolni aytasiz. Ko'rib turganingizdek, tamojni kontrol, shuni kelasiz, registratsiyadan o'tasiz va avtomatik o'sha tamojni kontroldan o'tib samolyotga o'tirishgacha chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni duty free ga kirib ketsangiz bo'ladi. Domodedovo aeroportining holati xuddi shu ko'rinishda, aka-singillarim. Menimcha sizlarga juda ham foydali bo'ldi. To'liq men sizlarga ichki ko'rinishlari qanaqangi holatda bo'layap turganligini ko'rsatib berishga harakat qildim maksimalni. Endi imkoni boricha qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Va biz Telegram kanalimizga obuna bo'lib, nimaga degan savolni beradigan bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimiz orqali o'sha hamma ma'lumotni bilib olsangiz bo'ladi. O'sha Telegram kanalimizda mana shunaqangi kirish holatlari, обычный holatda, chem YouTube ga video chiqargandan bizga udobni, shuni hisoblab men ko'proq holatda Telegramga aksiyadagi senalar, mana shunga o'xshash vaziyatlarda Telegram kanalimiz orqali berib boraman va undan tashqari kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi videoni qaysi aeroportdan qilaylik, xudo xolasa. O'sha yozib qo'ysangiz, unga qarab turib men sizga yana xudo xolasa kerakli ma'lumotni kerakli aeroportdan qilib berishga harakat qilaman va kerakli joydan, kerakli usulda. Voy, qofiyani qarang. Alisher Navoiy shogirdlaridanman men. Xuddi shu kabi. 30-aprelda nima bo'ladi degan savolni beradigan bo'lsangiz, uni o'ylamang. Bunga nima sabab deydigan bo'lsangiz, 30-aprelda hujjat yo'q aka-ukalarimizga juda qiyin bo'ladi. Ya'ni qanaqangi ma'noda qo'lga tushib qolsangiz, avtomatik siz deport qilish mumkin. Agarda bizdan bu yerda ko'p yurganlar bor yoki hujjati bilan oldindan shug'ullangan aka-ukalarimiz bor. Shu aka-ukalarimiz ham kommentariyaga yozib keting, qanaqangi vaziyat bo'lishini. Chunki menda ham shu savolni tushunyapsizmi? Lekin hozir bilaman, mana bunaqangi qiyinchiliklar bor. Registratsiya qilishda aslida bir kun yozib qo'yadi, goslugasi. Bular yomon maraski. Qarang, registratsiya qilishingizda bir kun yozib qo'yadi. Biz registratsiyaga borib, registratsiya goslugiga topshirsak, отказ beradi. U atkazni ham qana beradi, bilasizmi? Bir oy ko'rib chiqadi. Sizda ham shunaqa vaziyat bormi? Yo faqat bizga shunaqa qiladi, hayron qolasiz. Yana ham kvartiraga qo'ydiramiz, o'zimizni kvartiraga. Goslugina mana shunaqangi holatlar. Mana endi polni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Endi keldim. Misol faqat o'zimizda uchadigan reyslar tomon emas, ichki reyslari, внутренний, ya'ni va ichki holati. Bu tomonda qorni och, bo'rilar izg'imoqda. 5000 rublda. Qandan kimdan olsam ekan deb. Shuni hisobidan necha olsam hujjatingizni to'g'rilab kelsangiz, sizga hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Shu tomonni e'tiborga olib qo'ysangiz bo'ladi. 2 dona bor ekan hozircha. Общий ko'rganimda ham, общий 6 ta ko'rdim.
Va men sizlarga hozir eng rasvo bo'lgan aviakompaniyalardan bittasi Uralskiyni reyslarini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni nimasini ko'rsatib o'taman? Mana bu qarang. Mana shu sumkasini ichiga sizni sumka sig'masa, misol sizdan avtomatik 3,5 ming to'latadi. Bu yopilishi ham shart emas, yopilishi ham shart emas. Shunaqa eng haromiy plus kompaniyalardan bittasi 100%. Men sizlarga tavsiya qilardim bu kompaniyaga vashi bilet olmanglar. No, olgan taqdiringizda ham ruchnoy to'g'rilab oling. Qolgan payti sizga hech qanaqangi muammosi yo'q. Mana misol Uralskiyning registratsiyasi qayerda bo'ladi degan savolni beradigan bo'lsangiz, Uralning registratsiyasi aynan mana shu yerda bo'ladi. Eng rasvo aviakompaniyalardan bittasi. Ichki holati xuddi shu ko'rinishda ko'rib turganlaringdek, tog'alar bor, yo'q emas. Lekin ular ham charchagan, sababi reyslar yo'qligini hisoblagan. Reyslar keladigan bo'lsa, bular ham omni bo'lib qolibdi-da. Uchadigan reys topyapti. Aynan o'sha reysni poylab turib, kelyapti turgan, kiradigan zonalarni bilib olgan, kelib turib ushlaydi. Lekin siz lift orqali kirsiz, menimcha harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Hech qanaqangi muammosi yo'q. Mana. Ko'ryapsizmi? Telefon o'ynab turibdi. Xuddi shunaqaga berishga harakat qildim. Yana qanaqadir qolib ketgan joylari bo'lsa yozib qo'yaverasizlar. Strechlarni uylarda qilib kelinglar. Yana shu ma'lumot. Nimaga deydigan bo'lsa, strechni uyingizda qilsangiz, sizga juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. O'sha cho'ntagingizga pul qoladi-da. Endi misol uchun hannayu misol 1000 rubl qolsa ham 1000 rubl ham hozir ozmuncha pul, 160 ming pul bo'ladi. Shu tomonini e'tiborga olib qo'ysangiz bo'ladi. Ichki holat shu ko'rinishda, boshidan oxirigacha borib keldim. Hattoki ikkinchi etajdan ham kezib chiqdim. Bitta like, kommentariy sizlar uchun ochiq.